Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz obunachilari. Tuzingisizlar, sog'liklar yaxshimi, charchamayapsizlarmi, yaxshi yuribsizlarmi? Hop, anchadan beri video chiqarganim yo'q. Bugun sizlarga o'sha eski programmamizni qaytib yana tushuntirib berib o'taman. Bu programmani ba'zi bir odamlar tushunmay yozyapti menga. Nima qilish kerak, qanday uylanish kerak tushunmayapmiz deyapti. Buning uchun biz Play Marketga kiramiz. Mana shu qidiruv degan joyi bor, lupa shuni bosamiz. Shu joyga mana Air Droid Parental Control deb yozsak, mana programmamiz kelib chiqadi. O'zi bu programmani maqsadi boshqa farzandimizni yoki ayolimizni shunaqa nimalarni kuzatib turish, qayerdaligini va nima ish qilayotganligini bilib turishdan hisoblanadi. AirDroid Parental Control degan programma mana ichiga kirib ko'rishingiz mumkin. O'zi TikTok, boshqa hamma programmalarga kirishlarni cheklab qo'yishini, misol uchun mana TikTokka 2 soat 30 minut, Candy Rush'da 1 soat 40 minut o'ynadi. Shunaqa narsalarni mana Guard Network Security for Kids bola farzandingizni xavfsizligi uchun ko'rib turadigan narsalari bor. Bu programmani sizga 15 kunga, adashmasam 15 kunga tekinga ishlatib, pro versiyasini keyin sotib olishingizga to'g'ri keladi. Shuning uchun shu programma ishonarli programmalardan bittasi. Mana masofada turib nariga kamerani ulanib farzandingizni yo ayolingizni yoki bir shug'ullanib turgan odamingizni ekraniga ulanib ko'rishingiz ham mumkin bo'ladi. Hop. Mana bu joyda qanaqa qo'shiqlarni eshitayotganligini ko'rsa ham bo'ladi. Chotki qilib hamma narsasini tushuntirib qo'ygan. Shuni ko'rib mana bilib olishingiz mumkin bo'ladi shu yerdan. Xo'p, endi bundan chiqib ketadigan bo'lsak, programmani o'rnatamiz va ishlatib ko'ramiz. Bu narsalarni undan oldingi videomda ham ko'rsatib berib o'tganman. Hop. Mana bu joyda yomon sharh yo'q, hammasi yaxshi sharhlar, 4.8 ga baholangan ishonarli programma. Bemalol o'sha bildirmasdan o'sha aytilgan odamni telefoniga установка qilib qo'yib, shu orqali ko'rib tursa bo'ladi. YouTube'da videosi to'lib yotibdi. AirDroid Parental Control'da How to Working deb yozsangiz chiqadi, hamma narsasini tushuntirib berib o'tadi. E'tiborlaringiz uchun kattakon rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sizlarga shuni qisqacha tushuntirib berib o'tmoqchi edim. Mana shunaqa programmalarda yana ham bir nima bo'lish uchun bizga obuna bo'lib qo'ysangiz, xudo xolasa keyingi videolarimizda yana zo'r videolar, narsalar chiqaramiz. Tushunmaganlar savollar berib o'tsangiz, sekin-sekin tushuntirib berib o'taman. E'tiborlaringiz uchun kattakon rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Like bosishni esdan chiqarmanglar do'stlar.